Assalomu alaykum hammaga. Kriptovalyuta bozorini kunlik tahlillarini davom ettiramiz. Bitcoin salkam 100 mingga yaqinlashdi psixologik urovingga. Zo'r ko'tarib beryapti. Kecha o'sha foiz stavkalari Markaziy bank o'shani xabarlari chiqdi. O'zgarishsiz qoldi, kutilgandek ko'pchilik shu narsani kutyapti. Chunki agar foiz stavkasini tushirganda ham bozorga negativ bo'lishi mumkin edi boshlanishi. Nimaga desanglar, krizis xavfi bor ekan degan panika investorlarda shunaqa reaksiya berishga sabab bo'ladi. Keyinchalik tushiradi, lekin hozir mana tushirmadi bu narsani. Mayli, umuman olganda bizda uptrendda, ya'ni korreksioner harakatdan keyin davom etyapti. Baribir o'sha chiqib berish kerak edi. Kecha variantlarda gaplashib chiqqandik, hozir yana shular xudo qo'yib chiqamiz. Bitcoin deyarli mana bu pozitsiyamiz oz qoldi tekrar turishiga 7%lik. Mana bu ikkinchi pozitsiyamizda bo'lsa hozir buni 102 mingda sotamiz, buni 85 mingda olganmiz. Bu hali ham turibdi. Bu o'sha 700 minglik challenge-da Bitcoin va efir savdosiga ochilgan bitimlar. Xo'p, efirda ham pozitsiyalarimiz ko'p. Efir yaxshi yurishni boshladi. Bitcoin dominansi ozgina qaytdi. Kecha aytgandim, ya'ni qachon dominant tushishi mumkin deganda Bitcoin oshishi kerak va katta aktivlardan ham o'sha ko'tarilish bo'lishi kerak. Ana o'shani tushadi. Ko'pchilik Bitcoin tushsagina dominant tushadi deb o'yladi. Yo'q, unaqa emas. Bitcoinga nisbatan efir, Solana, XRP kabi katta market capi BNB ko'tarilsa, ya'ni o'sish koeffitsiyenti yuqoriroq bo'lsa, hozir ham pastda efirda Bitcoinga nisbatan. Ana o'shandan keyin Bitcoin dominant tushadi. Keyin altcoinlarda o'sha o'sish shansi ko'payadi. 2100 atrofini kutyapmiz efirda. Xudo xolasa shu atrofda sotib turib, keyingi vaziyatga qarab turib ko'ramiz. Chunki bu yerda head and shoulders patterninga o'xshagan holat ham shakllanyapti. Mana shu narsani fonida Bitcoin 100 mingdan o'tib olishi mumkin. Chunki yaxlit son tepada baribir likvidlar bor. Shuning uchun demak, kecha yana web gruppada bergandim, kechqurun kichkina pozitsiya ochgandik. Hozir tak, internetdan ozgina muammo bo'lyapti yana shu. Mana 3.5% atrofida kecha imенно o'sha foiz stavkalari chiqqandan keyin bozor harakatiga qarab turib valnalarda hisob-kitob qilgan elit bo'yicha olingandi. Uni yaxshi yurib berdi, xudo xolasa. Buni foydani olganman. Qolganlarga ham anaqa qilamiz. Mana shu atrofda men ham foydani yechdim. Undan keyin ozgina ko'tarildi. Kimlarga kutsa bo'ladi yoki anaqa qilsa bo'ladi. Katta aktivlar uchun bu yaxshi o'zi aslida. Bitcoin uchun 3.5% zo'r. Xo'p, nima holatni kutyapti yozib 1 soatda tushuntirib beraman Bitcoinda nima bo'layotganligini. Chunki bizda ikki xil variantimiz bor edi. O'sha narsani kecha ham bergandim. Agarda mana shu holatimizda biz 5 tavanlar shakllanadigan bo'lsa, 100 ming atrofigacha tortsa, undan keyin bizda korreksioner harakat kattaroq yana bitta yuqoriga, undan keyin RSI bilan bizda divergensiya hosil bo'ladi. Chunki bu yoqdan hisoblaganimizda bozor ko'tarilyapti, lekin RSI bilan divergensiya hosil bo'ladi. Bozor kuchsizlanib boradi. Shuni hisobiga 100 dan pastga yana korreksiyamiz berib, 5 tavanli yoki wedge ko'rinishda keyin yana davom etishi mumkin bo'ladi. Bu hozir menda kutayotgan variantimning bittasi. Shuning uchun ham kecha pozitsiya ochgan edik. Kichkina pozitsiyamiz. Bitcoin pozitsiyalar shuning uchun 99 ming atrofiga nima qilingan, take profit qo'yilgan mana bu pozitsiyada. Keyin patternda shakllanishiga qarab turib yana boshqadan pozitsiya ochishimiz mumkin bo'ladi. Va uni уже stop loss bilan qo'yib sekin-sekin ishlashga davom etamiz. Bu bizning ikkinchi varianti. Esingizda bo'lsa mana o'sha ikkita variantni yozganmiz. B1 shakllansa korreksioner harakat bu yerda kattaroq bo'ladi. Bu degani all time high'da olmaydi. 109 mingga chiqmaydi, ya'ni 110 mingga chiqmaydi. Bu qaytib ketadi. 105, 106 lardan qaytib ketadi pastga. Bu bitta variant. Ikkinchi variantimizda demak dalish davom etadi. Bunda o'sha patternlar shakllanishi, bozor impulsiga qarab turib nima qilamiz? Savdo qilib ishlab ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizda o'sha anaqalarda Bitcoin dominansiyasi 71 dan emas, mana shu 65 atrofidan qaytishini altcoinlar yana yaxshi ketishini ko'rsatib beradi. Xo'p, Bitcoin bo'yicha shu S&P 500 xuddi kutganimizda yuryapti harakatda. 3 ta valnada chiqib berish kerak yuqoriga. Xuddi o'sha harakat davom etyapti. Hech bo'lmaganda all time high'ga menimcha tortib borsa kerak. Bu analiz shunaqa. Ya'ni biz mana bu
уже o'xshamadi. Yaxshi ham bo'ldi. Chunki Bitcoin 70 mingga tushishi mumkin edi agar bu holat bo'lganda. Hozircha keyingi target bu all time high S&P 500 bo'yicha 6130 lar atrofi hisoblanadi. Shuning uchun Bitcoin ham demak ko'tarilishi davom etadi. Qachonki kuchsizlanishni boshlasa, divergensiyamiz kunlikda уже ko'rinishni boshlaydi. Mana ko'tarilgan sari divergensiya ko'payadi. Ana o'shandan keyin sekin chiqib paysalarda yoki kamaytirib turishga harakat qilamiz. Bundan tashqari tilla yana ko'tarilishi mumkin. O'sha anaqani hisobiga ozgina endi o'sha all time high ham yangilaydi deyapti ko'pchilik. Fors stavkalarni shoshmayapti tushirgani, chunki hali iqtisodiy holatlari ko'p tursa, inflyatsiyani ko'tarilib ketishi mumkin degan qo'rquv borda baribir. Chunki agar tariflarni kamaytirmasa, Amerikaga kirayotgan tovarlar qimmat bo'lib keladi, natijada inflyatsiyani ko'tarib yuboradi. Shuning uchun bular inflyatsiya bilan kurashib 2 ga olib tushyapti harakatda. Bu yana 3 dan ko'tarib ketishdan qo'rqgan holda, shuning uchun fors stavkasini ushlab turibdi, meni fikrimcha. Hali to'liq o'qib chiqmadim, bu bo'yicha yana alohida post qilamiz. Tramp bugun payshanba kuni endi bizni vaqtimizga anaqaga jumaga o'tishga to'g'ri ham kelib qolsa kerak, kechqurunga yoki jumaga to'g'ri keladi. Kechqurunga to'g'ri kelsa kerak menimcha. Highly respected country deyilyapti, ya'ni katta hurmat qilinadigan davlat bilan shartnoma imzolaymiz deyapti. Mana avvalgi ofisda уже nima qilinadi. Katta savdo kelishuvi amalga oshiriladi deyilyapti. Xitoy emas, Xitoy to'g'ri, katta, lekin highly respected country deyapti. Xitoyga bu narsani aytmaydi, chunki Xitoy bilan doim iqtisodiy, siyosiy, doim keskinlik bo'lib kelgan. Menimcha o'zining demak alliance hamkorlaridan yo Janubiy Koreya bo'lishi mumkin, menimcha Yaponiya bo'lishi mumkin. Chunki iqtisodiy jihatdan juda ham katta bu davlatlar Amerikaning eng yaqin sheriklari, Osiyodagi sheriklari hisoblanadi. Ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan. Menimcha yo Yaponiya, Xitoy, Koreya deb o'ylayman. Farqi yo'q, qaysinisi bo'lsa ham bu albatta bozorga yana yaxshigina boost berishi menimcha kutilyapti. Yaxshi o'zi aslida 100 mingdan ko'tarib olsa kerak deb o'ylayman kechga, agar mana shu xabarlar chiqadigan bo'lsa. Xo'p. Ya'ni hozirgi qo'rquv holatida tillani yana ko'tarilishi mumkin deyilyapti. Menimcha o'sha mana bu all time high ni bitta yangilab tushsa kerak. Analizim bor edi, hozir ko'rsataman. Internet ochgandan keyin. Ungacha BlackRock o'tgan hafta davomida 2,5 milliard dollarlik bitcoinlar sotib olgan. Ya'ni bozorga boost, ya'ni kuchli bo'lib turishini ham sabablaridan biri shu. Ya'ni katta miqdorda bitcoinlar yana sotib olingan BlackRock tomonidan. Albatta vaziyat bo'lganda nima qilish kerak? Ishlab olish kerak. Albatta stop loss bilan ishlang, chunki bozorda har xil vaziyat bo'ladi. Ana shunaqangi vaziyatlarda siz cho'qqidan olib keyinchalik pulingiz muzlab, nechidir oyga pulingiz muzlab qolishi mumkin. Savdo qilolmay qolasiz. Trade qilyapsizmi? Doim investitsiyani o'sha trade'ni stop loss bilan qiling. Investitsiya qilyapsizmi? Investitsiya qoidalariga amal qilgan holda ishlashni maslahat beramiz. Hozir korreksion harakatga tushyaptim, lekin mana bunaqa holat kutyaptim men. 3 tomonlar bilan tushganligini hisobiga. Chunki hech bo'lmaganda mana bu all time highgacha kelardi bu patron bo'yicha. Ko'ramiz. Bu qancha o'z aslida tushgani yaxshi tildan. Chunki krizis xavfi kamayadi bozorda. Shu bizda xabarlarimizdan signallar, tahlillar web gruppaga beryapmiz. Bugun ham bir nechta paysa ochganmiz, hali ko'tarilgani yo'q. Endiroqda ertalab ochildi. Juda ham ko'p coinlarda aytdim, galva plecho pattern hosil bo'lyapti, ya'ni head and shoulders pastda hosil bo'lyapti, inverted holatida. Shuning uchun bu vaziyatdan nima qilyapmiz? Foydalanishga harakat qilyapmiz. Bizda divergensiyalar bor, o'sha bilan valnalar bo'yicha C valnaga chiqish kerak, kamiga head and shoulders pattern shakllangan. Menimcha yaxshi holatda. Arbitrum, DOT, VLD coinlariga paysa ochilgan. 3 ta paysa ochdik. Qolganlarini misol uchun anasini hamma o'zi ochsa bo'ladi. Ya'ni vaziyat ko'p. O'zimiz orasidan tanlab turib mana shu coinlarga kirishga qaror qildik. Bundan tashqari eski paysalarimiz ham bor, ular ham turibdi. Ular pump strategiya edi, pump coinlar hozir endi kirib chiqmaydi. Mana bu holatda edi, adashmasam. Bu yerda green list edi.
Xo'p, Fala Network bo'lishi kerak. PHA coin. Bu уже bizda ikkinchi take profitga qarab ketyapti. Xudo xolasa oz qoldi. Video ostida bizda demak ta'lim bo'yicha, sarf robot bo'yicha, bundan tashqari VIP klubga hammasiga kerakli silkalar qo'yilgan. Bemalol o'tib qo'shila olsangiz bo'ladi. Vaziyat bo'lganda albatta ishlash kerak. Boshqa paytda biz ham kamaytirib turamiz tahlil signallarni. Vaziyatga qarab albatta ishlashga harakat qilamiz. Chunki biz faqatgina spotni olib sotganligimiz uchun. Albatta keyingi tahlillar sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosinglar, albatta yana ko'rishamiz.